Karlik almazli glas samka. 4 oylik. Karlik almazli glas samka 4 oylik. Bu ham karlik almazli glas samka 4 oylik. Karlik almazli glas samka. Bu ham 4 oylik. Karlik almazli glas samest 4 oylik. Karlik almazli glas samka va bollari. Samka 2 yosh, bollari 1 oylik. 7 ta bolasi bor. Assalomu alaykum. Qadrli YouTube, Instagram, Telegram, Samqiyonni kuzatib boruvchi obunachilar. Katta partiya karlik almazli glas, karlik baran quyonlaridan ko'paytiraman deganlar uchun mana sizlarga katta partiya. Bu partiyamizda 4 ta 4 oylik samka. 4 ta 4 oylik samka, bitta 4 oylik samest va bitta 2 yoshli samka va uni 7 ta bolasi. Hammasi bitta joyda, bitta narxda sotiladi. Manzil Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani. Kimga qiziq bo'lsa, yozsalaringiz telefon raqam taylayman. Bemalol telefon qilib, faqatgina oladigan odam, iltimos sizlardan oladigan odam yozsin. Oladigan odam so'rasin. Bu bitta partiya optim narxda sotiladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5 va bir de 7 ta bolasi, bitta ona 8 ta bo'ldimi? 5 taga 8 ta. 13 ta quyon sotiladi. Mana shida 13 ta. Mana bu samestimiz, mana bu yerda samest. Bu ham 2 yoshlik samestimiz. Bu bonusiga qo'shib beriladi. 2 yoshlik zo'r ishlab turgan samest. Agar mana bularni hammasini oladigan bo'lsalaringiz, hammasini bitta partiyada bitta qilib olsalaringiz, mana bu samest bonusiga qo'shib beriladi. Bularni narxi qancha ekan, boshqa ma'lumotlar, hamma ma'lumotlari shu. 4 oylik, 4 oylik, 4 oylik, 4 oylik samkalar. 4 oylik samestcha. Bu yerda 8 ta quyoncha, bollari 3 ta samka, 4 ta samest. 7 ta quyon, bollari onasi bilan 8 ta turibdi. 3 ta samka, 4 ta samest. Mana bu samestcha 2 yosh bo'lgan karlik almazli glas. Buni turishlarini qarang. Mana shunaqa. Bularni narxini aytadigan bo'lsam, mana shu yerdagi общий 13 ta quyonning narxi $300. Mana shu yerdagi 13 ta quyon bilan 1, 2, 3, 4, 5 bu yerda 8 ta. $300. $300 ga olib mana buni podarkasiga, sovg'asiga olinglar. Mana shu quyonchani sovg'asiga olinglar. Kimga qiziq bo'lsa yozinglar, nomer qoldiraman, nomer taylayman. Kimga qiziq bo'lsa javob qaytaraman. Samquyon meni firmasidan firma quraman degan karlik boqadan, karlikdan bir firmacha quraman deganlar uchun mana shunday katta partiya. Jami 13 ta bonusiga 14-chi mana samestcha. 14 ta quyon $300 ga shunday ketadi. 13 tasi $300 ga bu podarkasiga. Bu podarkasiga. Hammasini bir joyga olganga bu podarka.
Agar donaga olaman desa, bu yerda bitta samkani, bitta samesni para qilib beraman. Faqat bir donasiga yo'q. Mana bitta samka, bitta sames para qilib beraman. Yoki oilaga. Mana oila, общий oila, bitta oilani bolalarini beraman. Onasini emas. Bu yerda samkalar. Faqat samka olaman desalar, 3 ta samka bitta sames qilib berishim mumkin. 3 ta samka qilaman, bitta sames qilib beraman. Narxini kelishaman. Nomer qoldiraman, telefon qilasizlar. Kelishaman degan odamlar, olaman degan odam, lekin bir donaga yo'q. Optim narxda 3 taga yoki paraga gaplashsa bo'ladi. Kelishamiz. Mana bu sames, mana shu sameschani, mana shu sameschani. Bir o'zini narxi $50. Mana shuni bir o'zini narxi $50. Bu samka $30. Bu samka $30. Bu samka $30. Bu ham samka $30. Sames $25. Oila $100. Ana endi so'mda aytaman. Agar so'mga kerak bo'lsa, bu 600 ming, bu 350 ming, bu ham 350 ming, bu ham 350 ming, samka, bu ham samka 350 ming, sames buni 300 mingga beraman. Oila 1.250.000. Hamma narxlarni aytdim. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Karlik Almaz Niklas Sam Quyon mini fermasidan katta partiyada sotuvda.